Bilaymanmi nima? Tumson ulab qo'yishganmi hablat terisiga. To'g'risi, sizlar qancha hablat soatini kutgan bo'lsanglar, men ham shuncha kutdim, chunki anchadan beri yangilik kelmagan edi. Xo'p, sizlarga o'sha yangilik ortig'i bilan keldi deb o'ylayman, chunki bu hablatning turbulent versiyasi, ya'ni oddiysi emas. Soatda dizaynlarga bitta e'tibor beringlar, ichidagi funksiyalarni kelinglar, tashqi tarafini kichkina mini obzor qilib o'tamiz. Xo'p, oynalari mineral bo'ladi. Soatimizning korpus qismi, yon taraflari, orqalari va zastoshka qismi quyma metal bo'ladi. Xo'p, soatda ichki sifrlatiga e'tibor bersanglar, 3 ta funksiyasi bor va hammasi ishlaydi. Yon tarafga knopkalar orqali reglovka qilsanglar bo'ladi. Bu soatimiz dizayn jihatdan deyarli o'zgarmagan. Bundan oldingi partiyasi qanaqa bo'lsa, bunda ham xuddi shunaqa, lekin bu soatimizda o'zining klientlari bor. Remishoklarga keladigan bo'lsak, remishoklari ham juda ham sifatli va chiroyli qilib ishlangan. Oldi tarafi koja, orqasi esa kauchuk variant bo'ladi. Bu soatimizning zastoshkasiga Hablat brendi logolari tushirilgan va bir taraflama avtomatik bo'ladi. Bu soatimizda sotuvda 4 xil rangi bor va buni sizlar bemalol boshlang'ich to'lovsiz izohda yozilgan narxda xarid qilsanglar bo'ladi.